Yangi Mercedes-Benz Atlas zamonaviy shahar hayoti uchun yaratilgan eng ixcham, lekin texnologik jihatdan eng boy premium avtomobillardan biri hisoblanadi. Ushbu model Mercedes-Benz brendining kirish darajasi bo'lishiga qaramay, dizayn, qulaylik, xavfsizlik va raqamli imkoniyatlar bo'yicha ko'plab yirik sedan va crossoverlardan kam emas. Atlas avvalo yoshlar, faol hayot tarzini yoqtiradiganlar, shuningdek, shaharda har kuni qulay va tejamkor avtomobil haydashni xohlaydiganlar uchun mo'ljallangan. Tashqi ko'rinishidan boshlab Atlas sportiv va dinamik ruhni namoyon etadi. Old qismidagi keng radiator panjarasi, yirik Mercedes yulduzi, agressiv LED farlar avtomobilga zamonaviy va ishonchli ko'rinish beradi. Kuzov chiziqlari silliq va aerodinamik bo'lib, shamol qarshiligini kamaytiradi va yoqilg'i sarfini optimallashtiradi. Yon tomondan qaralganda, qisqa old va orqa chiqindilar, past tomga ega siluet sport avtomobillarga xos uslubni eslatadi. Orqa qismida esa zamonaviy LED fonarlar va ixcham bagaj qopqogi avtomobilni yanada jozibador qiladi. Salon dizayni Atlasning eng katta ustunliklaridan biri hisoblanadi. Ichkariga o'tirishingiz bilan premium muhitni darhol his qilasiz. Yuqori sifatli materiallar, yumshoq plastik, metal va yog'och bezaklar, aniq tikilgan charm o'rindiqlar avtomobilni yuqori sinfga olib chiqadi. Eng e'tiborga molik jihat bu mbuq raqamli tizimi. Old panelda joylashgan ikkita katta ekran deyarli bitta uzluksiz panelga o'xshaydi. Bitta ekran asboblar paneli vazifasini bajaradi, ikkinchisi esa multimedia va navigatsiya tizimi uchun mo'ljallangan. Mbuq tizimi sun'iy intellekt asosida ishlaydi va ovozli boshqaruv imkoniyatiga ega. "Hey Mercedes" deb aytishingiz bilan avtomobil sizni tinglay boshlaydi va buyruqlaringizni bajaradi. Masalan, konditsionerni sozlash, navigatsiyani ishga tushirish, musiqa qo'yish yoki telefon qo'ng'iroqlarini boshqarish juda oson. Tizim haydovchining odatlarini o'rganib, vaqt olishi bilan yanada qulay takliflar. Atlas texnologiya jihatidan ham juda boy. Smartfon bilan to'liq integratsiya, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlash, simsiz zaryadlash, premium audio tizimi avtomobilni haqiqiy multimedia markaziga aylantiradi. Internetga ulanish imkoniyati orqali navigatsiya real vaqt rejimida yangilanadi, tirbandliklar haqida ma'lumot beriladi va eng tez yo'nalishlar taklif etiladi. Yonilg'i tejamkorligi ham Atlasning muhim afzalliklaridan biri. Zamonaviy dvigatellar va aerodinamik dizayn tufayli avtomobil shahar va trassa sharoitida kam yoqilg'i sarflaydi. Bu esa kundalik foydalanishda xarajatlarni kamaytiradi. Ekologik standartlarga mosligi sababli chiqindi gazlar miqdori ham past darajada saqlanadi. Mercedes-Benz Atlas nafaqat shahar uchun, balki yosh oilalar va faol insonlar uchun ham mos keladi. Uning ixcham o'lchamlari tor ko'chalarda va to'xtash joylarida katta qulaylik yaratadi. Shu bilan birga, premium brendga xos qulaylik va sifat hissi har bir safarni yoqimli qiladi. Bozor nuqtai nazaridan qaraganda, Atlas raqobatchilariga nisbatan kuchli pozitsiyaga ega. U premium segmentga kirish uchun nisbatan qulay narx taklif etadi, lekin sifat va texnologiya bo'yicha yuqori darajada turadi. Bu model Mercedes-Benz'ga yangi mijozlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Xulosa qilib aytganda, yangi Mercedes-Benz Atlas bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar, yuqori darajadagi xavfsizlik va qulaylikni birlashtirgan mukammal shahar avtomobili. U yosh haydovchilar, texnologiyani sevuvchilar va premium sifatni qadrlaydiganlar uchun ideal tanlovdir. Agar siz ixcham, tejamkor, lekin ayni paytda hashamatli va aqlli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, Mercedes-Benz Atlas sizning kutganingizdan ham ortiqroq taassurot qoldiradi.